Assalomu alaykum hammaga. Hop, bugun sizlar bilan yangi video chiqarishga qaror qildik yana. Hop, ancha bo'lib qolgandi YouTube'ga video qo'ymaganimga. Bugun sizlar bilan HTML, CSS, JS da bitta kichkina loyiha amalga oshiramiz. Bu loyihani mana bu hozirgi kunda O'zbekistondagi mana bu burger magazinlariga yoki shunaqa magazinlarga variant sifatida, Viber sifatida ko'rsatsanglar, unga yana qanaqadir qo'shimchalar qo'shib, o'zgartirib, butun boshli bitta saytni yaratib bersanglar bo'ladi. Bu yer ichida Telegram bot integratsiyalari bo'lishi mumkin, keyinchalik qo'shishimiz mumkin. Hozir avval HTML, CSS da uni UI formatini optimizatsiyalar bilan, ya'niki kodlarimizni qayta ishlatmasligimiz, shunaqa joylarni ko'rib chiqamiz. Birin-ketin ketma-ketlikda hozir bo'lmasam fayl yaratish va CSS ni boshlang'ich formatlari, hop, fontlarni qanday yuklash, qaysi biri tezroq, shularni ko'rib chiqamizda va bir boshdan saytni yozishni boshlaymiz. Hop, bunda qani ketdik. Hop. Menga kerak bo'ladi. Hop. Ekranimga men Ubuntu da bo'lganim uchun mana shunaqa terminaldan foydalanishim shart. Shuning uchun men terminaldan foydalanyapman. Hop. Hop, bu yerdan ko'radigan bo'lsak, hop, Figmamizning nomi Umil. Endi bu yerga Umil deb yozamiz. Endi bu yerga birinchi bo'lib yaratib olishimiz kerak assets. cd assets ichiga hop mkdir css mkdir fonts mkdir images rasmlar bilan ishlash uchun hop. Endi bu yerga qarasak 3 ta papka paydo bo'ldi va biz ikonkalarimiz uchun ham alohida papka ochib qo'yishimiz kerak. Hop, endi biz bu yerdan chiqamizda avval CSS ichiga kirib olamiz. cd css hop touch base css hop. Bu yerda yozib boradigan bo'lsam yozib ketaverar ekanman. Shuning uchun VS Code da o'ziga o'tkazib olamiz. cd kod. Hop, shuni VS Code da ochib olaman va bir boshdan kod yozishni boshlayman. Hop, bu yerda bizda assets bor, assets ichida qiymatlarimiz bor va bu yerga global css hop fonts animation va bizga kerak bo'ladi hammasini yig'ish uchun main css va shu yerda turadi. Mana bu fayl bizga kerak emas, noto'g'ri ochilib qoldi. Hop, endi fontlarimiz ichiga kerakli bo'lgan papkalarimizni yuklashimiz to'g'ri keladi. Bizga index.html kerak va bu yerda bir boshdan kod yozishni boshlaymiz. Doc.type avvalgidek. Hop, va biz birinchi bo'lib juda ko'pchilik foydalanmaydigan, lekin foydalanishimiz kerak bo'lgan taglardan bittasi meta tag yozib olamiz. Meta tag name'ini out for content'iga. Bu nima? Bu mana bu misol uchun aytaylik, brauzerdan qidirganimizda shu yerga kommentariy sifatida yozib ketamiz. Meta saytimiz qidirganimizda birinchida chiqishi uchun. Endi keyingi meta taglarni yozib olamiz. Meta name description content'iga bu ushbu sayt
Endi yana bitta metodga yozamiz. Uni name keyword hisoblanadi. Ya'ni kalit so'zlar contentiga hop your meal mana bu yerdan ko'rib olamiz. Your meal hop davom etamiz. Your meal mana shunaqa keywordlar yozib qo'yamiz. Bu mana bu brauzerdan qidirish uchun kalit so'zlar hisoblanadi. Hop, endi mana bu yerga title yozamiz. Fast food delivery app. Hop, endi bizga kerak bo'ladi. Hop, Figmani bir boshdan ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda qarasak, bizda ranglar juda ham o'xshash. Shu uchun biz ranglar juda ham o'xshash bo'lgani uchun biz buni ichiga qo'shimchalar, ya'niki mana bu base CSS ga root yozib olishimizga to'g'ri keladi. Ya'niki mana bu ranglarni har doim qayta-qayta ishlatmaslik uchun root yozib olamiz. Endi CSS faylimizni ochib, CSS faylimiz ichiga bir boshdan CSS larni yozib ketishimiz kerak. Bu yerga root base colorimiz qanaqa ekan? Mana bu rangda ekan. Mana bu rangda. Endi buni biz CSS formatda oladigan bo'lsak, RGB da chiqarib beryapti. Bizga hex formatda bergani yaxshiroq, chunki men hex formatida osonroq ishlayman. Hop, endi main text color ichiga hop, mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsak, tekstlar uchun 0 shriftdan foydalangan. Buni ham belgilab olamiz. Hop, keyingi colorimiz bizda ko'rayotgan bo'lsalar background uchun ba'zida ishlatilgani uchun second bg color. Hop, second bg color. Endi ko'rayotgan bo'lsalar, xiralashtirilgan tekstlar ham adashmasam xuddi shu formatda. Yo'q, xiralashtirilgan tekstlar uchun alohida. Hop, second text color. Endi bunga qiymatlarni yozib olishimiz kerak. Qiymatlarni yozish uchun mana bu rangni olishimiz kerak. Hop, bu ranglarni bittalab ko'rib o'tirganimizda mana bu yerga bizga tayyor holatda chiqarib berishgan. Endi bu aktiv yoki hover holatlarda ishlatilishi mumkin bo'lgan rang. Endi buni olamizda. Hop, mana bu hali ham shu holatda qolib ketibdi. 1B rangda edi. Hop, shu holatda yozib ketamiz. Endi hop, bizga kerakli qismlarni ketma-ketlikda yozib ketaveramiz. Hop, bizga endi buni chaqirib olishimiz kerak. Qayerga? Mainga import holda import base ./dagi base CSS ni olamiz va endi birinchi yozishimiz kerak bo'lgan narsa hamma elementlarni after va hamma elementlarni before. Endi hop, biz bu yerga har doim yozadigan margin 0, paddingimiz 0 va box sizingini border box holatga keltirib olamiz. Endi ko'rayotgan bo'lsak, bizda hover holatlar, aktiv holatlar bir xil bo'lgani uchun biz boshlang'ich CSS fayllarni yozib olamiz. Misol uchun aytaylik. Hop, mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsalar, hop, width 300 piksel, hop, bunikini ham 300 piksel, buniki ham 300 piksel.
Endi bizga kerak bo'ladi base CSS yoki main CSS ga yana qiymatlar base CSS ichida va chiqcha 300 deb yozadigan bo'lsak, width'ini 300 pikselga moslash. Xo'p, ko'rayotgan bo'lsangiz, endi mana bu yerda oralari gap 30 piksel. Bularning oralari ham gap 24 piksel. Demak, bizga kerak bo'ladi gap 1 ga hop 12 piksel, gapiga 12 piksel, nuqta gap 2 ga gap 18 piksel, nuqta gap 3 ga gapini 24 piksel, gap 4 ga gapini 30 piksel. Endi ko'rayotgan bo'lsanglar, gap yozganimizdan keyin endi bizga kerak bo'ladi har doimgidek flexlar. Mana bu yerga kommentariy sifatida flexbox uchun kerak bo'ladigan boshlang'ich stylelar. Endi mana bu yerga nuqta d chiqcha flex qiladigan bo'lsak, bu display flex uchun. J chiqcha center qiladigan bo'lsak, justify content center uchun. A chiqcha center qiladigan bo'lsak, align items center uchun. J chiqcha between qiladigan bo'lsak, u justify content space between uchun. Endi J chiqcha around qiladigan bo'lsak, justify content space around uchun. Hop. A chiqcha start qiladigan bo'lsak, align items start uchun. Flex start uchun. A chiqcha end yozadigan bo'lsak, unga align items flex end holatda. Hop, endi bizga CSS da boshlang'ich formasi tayyor. Hop, bizda paddinglar bor. Paddings. Endi uni boshlang'ich formasini tayyorlab olamiz. Misol uchun aytaylik, mana bu qiymatlar uchun har doim ikki yondan 14 piksel, tepa pastdan 8 piksel berilgan. Demak, bunga p chiqcha ikki yondan 14, tepadan 8 piksel bo'lgani uchun p14 ga 8 deb yozib oldim. Endi padding tepa pastdan 8 piksel, ikki yondan 14 piksel berib olamiz. Endi mana bu yerlarda ko'rayotgan bo'lsanglar, bularni paddingi sal boshqacharoq. Xo'p, bunisi 12 ga 9 piksel ekan. Demak, p chiqcha 12 chiqcha 9 piksel. Padding tepa pastdan 9 piksel, ikki yondan 12 piksel. Xo'p. Mana bu yerda oralaridagi gapini ko'radigan bo'lsak, 8 piksel ekan. Demak, hop. Nuqta gapni o'ziga 8 piksel berib ketamiz. Gapini 8 piksel. Bizga kerakli bo'lgan qismlar почти tayyor. Endi mana bularning orasini ko'radigan bo'lsak, bu ikkalasining orasi ham 30 piksel gap bersak bo'ladi, lekin 29 piksel ekan. Sababi mana buni line height'ini 1 pikselga katta berib yuborgan. Hop, endi bir boshdan saytimizni boshlasak ham bo'ladi. Bizga kerakli bo'lgan qismlar tayyor va rasmlarni ham hozir import qilib olamiz. Mana bu yerda bizning stylelarimiz tayyor. Uni hammasini base'ga yozib, buni import qilib oldik. Endi body'ga hop, body'ni font family'sini qanaqa formatda ekanligini hozir ko'rib olamiz font family'ni. Hop, font family'ni ko'radigan bo'lsak, font family Nunito. Endi buni Google
fonts helper saytidan qidiramiz. Mana shu saytdan va bu yerda bizga tayyor import qilingan holatda, ya'ni ki yuklab olib ishlatish uchun bizga tayyor fontni beradi. Endi biz Nunito Sans Nunito formatini olamiz. Bizga kerak bo'ladi 200, 300, 500, 600, 700, 800, 900. Va bu yerga qarasa bizga tayyor import qilingan holatini chiqarib berdi. Bu formatni olamiz va biz buni qayerga tashlaymiz? Fonts degan papkani ichiga. Va bu yerga tashladik. Endi uni biz mainga import qilib qo'yishimiz kerak. Fonts. Endi mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz font family so'rayapti. Nunito va sans serifni yozib qo'yishimiz kerak. Agar Nunito kelmasa, sans serif holatda ochib beradi. Xo'p, endi Nunitoni biz bu yerga import qildik, ya'niki biz tayyor fayl holatda yuklab oldik, lekin hali biz fayllarni ko'rsatib qo'yganimiz yo'q, qayerdan olishini bu fontlarni. Xo'p, mana bu kommentariyalar hammasida bir xil bo'lgani uchun hammasini o'chirib tashlaymiz, chunki bizga kommentariya juda ham keraksiz bo'lgani uchun. Va hammasida bir xil holatda o'chdi. Mana bu yerlardan ham kommentariyalarni olib tashlaymiz. Kommentariya qo'yish kerak bo'lgan joyga men o'zbekcha kommentariya yozib ketaman sizlar uchun, o'rganib ketishinglar uchun. Endi biz fontni bu yerga saqlab oldik, lekin hali buni yuklab olganimiz yo'q. Endi buni yuklash tugmasini bosamiz, bu yerga bizga tayyor yuklangan holatini chiqaradi. Endi buni biz hozirgi bizga kerakli bo'lgan papkaning ichiga olib kelishimiz kerak. U uchun biz desktop ichiga kirib, Your Mail papkamizning ichidagi assets va uning ichidagi fonts papkasining ichiga joylayman. Mana bu yerga qarab turib, endi qarasak, fonts ichida qiymatlarni olishni boshladi, lekin men mana bu yerda fontsni katta F bilan so'rab qo'yganman, yozib qo'yganman, ammo bu yerda bizda kichkina F bilan qidirishni boshlagan, shu uchun biz buni kichkina harfga o'tkazib qo'ydik, hammasini o'zgartirib chiqishni o'rniga. Endi bu yerga biz CSS ulashimiz kerak. Link holatda assets CSS ichidagi main CSS ni uramiz, xolos qolganini hammasini main CSS ga import qilingan holatda chaqiryapmiz. Endi HTMLimizni oynada ko'ramiz. Hop, bizga kerakli bo'lgan mana bu so'zlar chiqdi. Yaxshi. Endi biz bu yerga H2 yoki H3 ga Hello World so'zini chiqarsak, bizga mana bu fontimiz ulanganligini ko'rsatib beradi. Mana fontimiz ulangan va undan hech qanaqa xatolik qaytgani yo'q. Hop, bu yerdan qarasak, mana Nunito sans serif holatda ishlayapti. Hop. Endi bir boshdan saytni yozishni boshlasak bo'ladi. Bizga kerak bo'ladi header, main va footer. Yozamiz. Hop, bu yerga kommentariya yozib ketdim. Buni o'qib qo'ysanglar bo'ladi. Endi header ichida container klassiga header berib, endi buni container va header container holatda yozib ketamiz. Sababi mana bu yozish qoidasi bu class berish usuli, BEM qoidasi
shu holatda yozib ketamiz. Endi shu yergacha bir marta videoni to'xtataman.